Notiq shunday deydi. Tavrotda payg'ambar Muhammad haqida bashoratlar bor. Shulardan biri Qonunlar 18:18da. Men ularga birodarlarining orasidan senga o'xshagan payg'ambar ko'taraman. Keling, Tavrot aslida nima deyishini yaqindan ko'raylik. Xudo Musoga dedi, birodarlari orasidan. Demak, bu payg'ambar Isroil xalqi orasidan chiqishi kerak edi. So'ngra Xudo dedi, senga o'xshash payg'ambar. Agar diqqat bilan qarasak, Iso haqiqatan ham Musoga o'xshaydi. Har ikkalasi ham bolaligida hukmdorlar bolalarini o'ldirganida mo'jiza ila saqlanib qolgan. Har ikkalasi ham bolaligini Misrda o'tkazgan. Har ikkalasi ham buyuk mo'jizalar qilgan. Muso xalqini Misrdagi qullikdan ozod etgan. Iso butun insoniyatni gunoh va shayton qulligidan ozod etgan. Muso qonunni bergan, Iso esa muhabbatning mukammal qonuni, ruh va haqiqat qonunini ochgan. Do'stlar, haqiqat shundaki, Iso, Muso va barcha payg'ambarlar gapirgan zotdir. Unga ishongan har bir insonga ozodlik va abadiy hayot olib keldi. Haqiqatni izlang, Xudoni izlang. Uning o'zi sizga Iso Masih kimligini oshkor etadi. Agar sizga haqiqatni bilish muhim bo'lsa, like bosing, bo'lishing va obuna bo'ling.